Assalomu alaykum. Bugun o'tgan darslarimizning davomi, ya'ni qo'llanmamizdan jar harflarini ishlatish o'rinlarini o'rganayotgandik. 16-sahifadan davom etamiz. Iqro va kutub, o'qing va yozing. At-tolibu fil jamiati. Talaba universitetda. Endi yangi so'zlarni biz lug'atimizda berib boramiz. Mana bu yerda mana 16-sahifaga tegishli so'zlar: jamiatun universitet, mirhadun hojatxona, samaun osmon, faslun sinf degan so'zlarimiz yangi so'z bo'lib qo'shilar ekan. Demak, qo'llanmamizdan davom etamiz. At-tolibu fil jamiati. Talaba universitetda. E'tibor bering, at-tolibu deb tashdid bilan o'qidim, chunki to harfi shamsiy harf va oxirini u zamma u qilib o'qidim. Demak, bu o'sha mubtado gap boshlanishida keldi. Yana buni mubtado haqida mavzularimizda davom ettiramiz. Uni oldida jar harf yoki boshqa omil o'tmagani uchun oxiri zammalik u bo'lib turadi. Fil jamiati, fi harfi jar qiladigan harf bo'lgani uchun jamiati deb oxirini iga o'zgartiradi. At-tolibu fil jamiati. Talaba universitetda. Ar-rajulu fis-suqi. Kishi bozorda. Demak, ar-rajulu buni ham tashdidli o'qidik, sababi r harfi shamsiy harf va lom harfi o'qilmaydi, shamsiy harf keldi. Oxirini zammalik o'qildik, bu gap boshlanishida keldi, mubtado dedik. Fis-suqi fi jar, as-suqi majrur. O'shaning uchun so'zning oxiri qi bo'lib kasra i holatida, majrur holatida keldi. Kishi bozorda. Ayna tajiru, savdogar qayerda? Huwa fi dukkani. U do'konda. Al-qalamu alal maktabi. Qalam partaning ustida. Ayna Zaynabu. Zaynab qayerda? Hiya fil ghurfati. U xonada. Aynal varaqu. Varaq qayerda? Huwa alal maktabi. U partaning ustida. Endi e'tibor beringlar, mana Zaynabga hiya so'zi ishlatildi. Varaq so'ziga huwa. Demak, varaq so'zi muzakkar so'z bo'lgani uchun unga u degan ma'noda so'z ishlatiladi. Ya'ni muzakkarga ishlatiladigan so'z. Aynal mudarrisu. Mudarris qayerda? Huwa fil fasli. U sinfda. Ayna Yasirun. Yasir qayerda? Huwa fil mirhadi. U hojatxonada. Ash-shamsu wal qamaru fis samai. Quyosh va oy osmonda. Man fil fasli. Sinfda kim bor? Demak, bu yerda ismlar nazarda tutildi. Mana bu yerda muzakkar o'g'il bolalarga nisbatan ishlatilgan ismlar, bu yerda qiz bolalarga nisbatan ishlatilgan ismlar. Muhammadun, Aminatu. Demak, Muhammadun mana ko'ryapsizlar, so'zda tanvin oladi. Un tanvini endi muannas so'zlar oxirida tanvinlik holat bo'lmaydi. Mana e'tibor bersanglar, Aminatu bo'ldi. Mana yuqorida gaplarimizda ham Zaynabu bo'ldi. Zaynabun demadik. Demak, Aminatu bo'ldi. Demak, Xolidun, Zaynabu, Hamidun, Fatimatu, Yasirun, Maryamu, Ammarun, Aishatu, Saidun, Khadijatu, Aliyun, Sofiyatu, Abbasun, Ruqayyatu. Demak, so'zlarning oxirini o'zgarishlarini eslab qolamiz. Keyingi davomi. Iqro va kutub ma'a dobati awakhiril kalimat. So'zlarni oxirlarini aniqlashlik bilan o'qing va yozing. Hamidun, Zaynabu, Aminatu, Ammarun. E'tibor beringlar, Hamidun un tanvini bilan o'qidim. Zaynabun un tanvinisiz Zaynabu zamma holatida o'qidim. Aminatu bunda ham tu deb o'qidim. Ammarun bunda ham un tanvini bilan o'qidim. Qolganlari ham o'sha muzakkar muannaslikka ko'ra holati har xil bilan. Saidun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Xolidun, Abbasun, Aishatu, Muhammadun, Sofiyatu, Khadijatu. Demak, mana shu yergacha o'qigan o'rganganlarimizni yozib, o'qib mashq qilamiz.